Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdah. Ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'dah. Ve ala alihi ve ashabihi aleyhim ecma'in. Ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz Müslümanlar, men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin körsetmeleri namlıq köp kısımlıq dersinin 16. kısmısını bugün sözlemekçe. Bu dersimiz Peygamber körsetmeleri qasam degan temada bo'ladi. Hammamiz bilimiz insoniyat jamiyatida kishilar bir-birini ishondirish, bir-biriga bo'lgan munosabatni chingitish yoki o'zining biror ishda qat'iy niyati borligini bildirish uchun qasam ichish odatini odatlangan. Buni Qur'oni Karimga qarasaqmi, Alloh subhanahu va taolo nurg'un yerida qasam ichgan. Qiyomatda insonning qaytadan tiriladiganligi haqida qasam ichgan. Qur'oni Karimning nozil bo'ladiganligi haqida, ya'ni nozil bo'lishining haqligi haqida qasam ichgan. Shundaqla Alloh subhanahu va taolo koinotdagi har bir maxluq, ba'zida quyosh, oy, osmon, zamin hammasi bilan qasam ichgan. Rasul akram sallallohu alayhi va sallamni nurg'un qitim qasam ichgan. Nurg'un so'rinlarda, munosabatlarda haqni haq qilish uchun, batilni yo'q qilish uchun qasam ichgan. Demak, bu qasam biz insonlarning hayotida davomlashib kelayotgan va shundaqla bundan kinmi davomlashadigan an'ana va ishlarning birisidir. Ammo bu qasam biz musulmonlarni Allah subhanahu va taologa qul bo'lishdan, İslam dininin ko'rsatmalaridan chiqib ketishdan yoki batilga destek bulab qilishdan saqlashi lozim. Qasam orqali yaxshilikni qilolmay qolgan bo'lsak yoki qasamimiz bir xato ishga sababchi bo'lib qolsa, ana shu vaqtda biz qasam ichgan, qasam qilgan degan bu da'vo bilan u yaxshilikni tashlab qo'yishga bo'lmaydi. Nimishqa? Chunki biz dunyoga Alloh subhanahu va taologa qul bo'lg'ili, Allohning insonligiga yashash uchun bekitib bergan hayotlik yo'li, hayotlik o'lchimi ve hayatlık menheci bo'lgan İslam ichida yashag'ili ve İslam'ның ta'limotları bilan o'zimizning hayotini mang'ili kelganmiz. Bu dunyoda Allah subhanahu va taologa bir vosita banda bo'lish, Allah'ның buyrug'iga bo'ysunib yashash bilan o'tirg'i chiqsa, qiyomat kuni Allah subhanahu va taologa jannat qilish ham mana bu dunyodagi qilgan yaxshi amalimiz va Alloh taolaning roziligi asosi ustida biz qilgan ish harakatlarimiz bilan o'tirg'i chiqadiz, birodarlar. Bu amali solih biri bizni Allohga bog'laydi, yana bizni dunyoda baxtli qiladi, oxiratda jannatdan iborat ulug' bog'chaga bizni yetkizadi. Şuna biz bu qasamlarimizni
qilgan chaqlarimizda bu qasam yaxshilikqa vosita bo'ladigan, yaxshilikni kuchaytiradigan qasammi yoki yomonlikqa vosita bo'ladigan qasammi, buni o'ylab baqish lozim. Masalan, nurg'unlarimiz ochiqlarimizning keyniga kirib yoki ma'lum bir adovatimiz sababli ya aramizdagi buzilgan munosabatlar tufaylidan ayollarimizni söz qilmayman deb qasam ichadigan, uning bilan bulashmayman deb qasam ichadigan, ota-onalarimizga qaydab qolsak, ota-onalarimizni bakmayman, undaq mening ota-onam yo'q deb qasam ichadigan, yoki yaqin yo'qlarimizga qasam ichadigan, ya bir narsani setish orqali manfaat kirishmoqchi bo'lsak, ana shu narsaninki qimmati, bahosini yuqoriltib turib qasam ichadigan, nurg'unlagan yolg'on, soxta qasamlarni yoki shu qasamlar orqali biz ko'zlagan xato maqsadlarni o'ttirga chiqarib olamiz aziz birodarlar. İslam dini biz musulmonlarni mayli qasam bo'lsin yoki boshqa sabablar bo'lsin, parchalanib, bo'linib, fariqi bo'lib yashashga asla yo'l qo'ymaydi. İslam umumi insonlarni baxtli, xotirjam, dunyoda hur, mustaqil, o'ziga o'zi hujub bo'lgan holatida faqat Rabbining qulluqi soyasi ostida yashashni tashabbus qiladigan din. Shuning uchun davomliq bu din birlikka, barobarlikka va qarindoshlikqa, do'stlikqa har bir kishi o'zining haqqini, ustidagi haqqini ado qilishga chaqirdi birodar. Qasamlarimiz mana oilaning yetim bo'lish, vayron bo'lishiga, balalining yetim bo'lishiga, jamiyatlarimizning parchalanishiga, yaxshiliklarning o'tirg'i chiqmasligiga sababchi bo'lib qolsa, biz o qasamdan yenib, o qasamni kafaret berib, onundan yaxshi bo'lgan ishni qilishga islom chaqiradi. Demak, qasamni kim bilan ishimiz, qandoq ishqa qasam ichimiz, qandoq ishlarga qasam ichmaslik kerak. Agar bilmasdan onunga qasam ichilib qolgan bo'lsa, o qasamda turamdimiz, tumamdimiz. Buni islom bizga ko'z tutadi. Birinchi qasamni islom Allah subhanahu va taolo bilan ichishga buyurdi. Shuning uchun payg'ambar alayhissalatu vassalam qasam ichsa ko'pincha vallazi nafsu Muhammadin biyadi, Muhammadning jini uning qo'lida bo'lgan zot bilan qasam, yoki mening jinim sening qo'lingda bo'lgan zot bilan qasam deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zining hayoti, jini, borlig'i uning qo'lida bo'lgan Alloh subhanahu va taoloni ulug'lash va uni kattalash va uningga hurmat qilish bilan Allohni tilg'ilib qasam ichadi. Aziz birodarlar, inson bir ishni qilmoqchi bo'lsa, boshqalarni shu ishga ishontirish uchun niyatining qat'iy va keskin ekanligini bildirish uchun, bu ishda keyniga yenib olmaydiganligini uqtirish uchun
o'ttirg'i bir kepil sifatida amisi mana bu igi bo'ladi deganni uqtirish uchun Allah subhanahu va taoloni tilga oladi. Xuddi Allohni tilga olish, agar men bu so'zimni tumasam, bu ishni degan ishimni qilmasam, Allohdan iborat hammaga kuchi yetadigan, bizning jinimiz uning qo'lida bo'lgan, butun dunyoning boshqarish, ig'dochilik qilish huquqi mutlaq podshosi u bo'lgan zot mening jinimni olsin. Meni qanday qilsa qilsin deganni uqtirish uchun mana Alloh subhanahu va taoloni ulug'lash uchun mu'min buning bilan qasam ichadi. Ulug' katta, buyuk bir narsa bilan. Shuni bugungi kunda islom dushmanlari ba'zida qasam ichmoqchi bo'lsa, Tavrat bilan ichadi, ba'zida Injil bilan ichadi, ba'zilari butlarning nomlari bilan ichadi, ba'zilari davlatining bayroqlari bilan ichadi, yana ba'zilari o'zininki davlatining asosi qonunlari bilan ichadi. Ba'zilari or numusim bilan qasam deb munda ichadi. Chunki ular uningga ishongan. Shuna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam innalloha yanhaakum an tahlifu bi abaikum va ummahatikum faman kana halifan falyahlib billah aw liyasmut degan. Allah subhanahu va taolo sizlarni dadanglar bilan anılarınla bilen qasam içishdan to'sidi. Kimki qasam ichmoqchi bo'lsa, Allah bilan qasam ichsin yoki qasam ichmay shuk turvasin degan. Demak, qasam ichilgan kishini ulug'lash, cho'ng bo'lish, uni o'ttirg'a kepil sifatida chiqarish bo'lganligi uchun Allah subhanahu va taoladan boshqa bir maxluqni ulug'laydigan, bir maxluqni cho'ng biladigan, Allohdan boshqa kim bo'lib ketsin, yeni bir kishini eng katta hisoblaydigan tunush va e'tiqodda bo'lish, bu mu'min musulmonning qalbidagi iymonga zid bu. Aqidasiga zid. Kichik shirk bu. Shunga anıları ve başka mukaddesatlar bilen qasam içtin Allah Teala çekledi. Qasam içmekçi olsa Allah bilen içsin, yak jim tutsun dedi. Yine Peygamber aleyhisselam Ömer radıyallahu anhu'dan rivayet kılınan hadiste men halafe bi gayrillahi faqad eşrek. Qanda bir kişi Allah'ın gayrı bilen qasam içse o kişi Allah'ı şirk keltirgan bo'ldi deb Allah'ın gayrı bilen qasam ichishni shirk qatoridan sanadi. Yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir hadisda la tahlifu bi abaikum va la ummahatikum va la bil andad va la tahlifu illa billah. Nasa'i rivoyat qilgan hadisda sizlar ota-onalaring bilan qasam ichmanglar. Allah'tan başka şirkli bilen qasam ichmanglar. Fakat Allah bilan qasam ichinglar deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu yerda buyurdi. Demak, bugungi kunda qasam ichmoqchi bo'lsak, ota-onalarimizni qasam qo'shib qasam qiladigan yoki onam uni men bo'lib ketsin, dadam undaq bo'lib ketsin yoki jinimni olsin deginiga o'xshagan bu shaklda qasam ichish islom cheklagan to'sqan qasam. Ammo bir inson men ayolim bilan birga o'tmayman, bolalarimni boqmayman, qarindishimni ziyorat qilmayman, yo'qlamayman yoki yaxshi ishga aralashmayman, kishilarning xizmatini qilmayman, o'zimning ishini bilaman deginiga o'xshagan islom buyurgan
tashabbus qilgan, kishilarga manfaatlik bo'lgan ishdan birini qilmaslikqa qasam ichgan chog'ida islom buningga qarshi nima deydi? Alloh taolo la taj'alulloha urdatan liaymanikum an tabarruhum va tuhsinu ilayhim innalloha yuhibbul muhsinin deydi. Sizlar Alloh taoloni o'zinglarning qasimining dasmoyisi qilib olmoqlasizlar. Ya'ni ularga yaxshilik, xayr ihson qilmaslik uchun men qasam ichgandim deb buni sizlar qasamni dasmoy qilib olmoqlar deb Alloh taolo bizga buyurdi. Mana Abu Bakr roziyallohu anhuning bir tuqquni beydi. Abu Bakr roziyallohu anhu tuqquniga davomli yaxshilik qilib kelgan. Yaxshi qarab kelgan edi. Abu Bakr roziyallohu anhuning qizi Oyisha roziyallohu anha ummul mu'mininga munofiqlar tuhmat ortib bo'hton to'qigan vaqtda Oyisha roziyallohu anhaning tuqquni Oyisha roziyallohu anhani qarlug'ichining safida turib Oyisha roziyallohu anhaga qarlagan. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu men sana yaxshilik qilmaymi bundan keyin? Shuncha yaxshilik qildim, sana kuyandim, ko'ngil bildim. Bugun mening qizimni tuhmat qilgan, qarlagan qizimga eyb nuqson atqanlarning safida turib sen bizning yuzimizni to'kamsan? Sana yaxshilik qilmayman degan chog'ida Allah deb qasam ichgan chog'ida Alloh subhanahu va taolo va la ya'tali ulul fadli minkum was-sa'a ay yu'tu ul qurba degan bu oyat bilan qo'lida iqtisodi bor. Alloh subhanahu va taoloning fazliga, marhamatiga erishgan, boshqalarga yaxshilik qila oladigan kishilar yaxshilikni to'xtatib olmasin deb mana bu oyatni tushirgan aziz birodarlar. Payg'ambar alayhissalatu vassalam Abdurrahman ibn Samura roziyallohu anhudan rivoyat qilingan Imomul Buxoriy, Imom Muslim chiqargan hadisda "Iza halabta ala yaminin fara'ayta ghayraha khayran minha fakabbir an yaminika summa tillazi huwa khayr" degan. Agar sen bir qasamni ichgan bo'lsang, o qasamning boshqasi qasamdan yaxshiroq ekanligini ko'rding, bilding, u vaqtda sen qasamingdan kafarat berib yaxshi bo'lgan ishni qilgan deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana bu hadisda bizga buningdan chiqish yo'lini bergan. Demakki, qasam yaxshilikka vasila bo'lsin. Qasam yaxshilikka yordamchi bo'lsin. Qasam yaxshilikni qilishga chig'itadigan omil bo'lsin aziz birodarlar. Ammo qasam bizning birov bilan bo'lgan o'chmanligimiz, adovatimiz ya bir ishni qilishdan voz kechishimizga sababchi bo'lib qolmasin u. Biz yaxshi amal ibodat qilg'ili dunyoga keldik. Alloh taologa bo'ysunib yaxshilik keldik. Biz islomni amaliy harakatimiz bilan tirik islomga, Qur'onni tirik Qur'onga aylandirg'ili bugun Allohning dinini insonlarga tirik shaklda hujjat qilg'ili keldik aziz birodarlar. Har bir musulmon da'vat manbasi, har bir musulmon Qur'onning nuri, har bir musulmon Allohning hujjati, har bir musulmon Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning sunnatini tirildirguchi bir avrishki birodarlar. Ya'ni model bugungi kunda kishilar islomga Qur'ondan boqmasdan, islomga hadis Rasulullohdan boqmasdan va payg'ambar alayhisolatu vasallamning tarjima hollaridan boqmasdan musulmonlarning ahvolidan boqadi aziz birodarlar. Musulmonlar o'zining ish harakati orqali islomni gullantiradi, taraqqiy qildiradi, islomni qo'g'daydi yoki islomni xor qiladi, islomni buzadi, islomni yiqadi aziz birodarlar.
Mana biz bugün İslamni qo'g'disak bo'ladi. İslam uchun jonimizni fido qilsak bo'ladi. Da'vatimiz yo'q. Ammo islom bizning axloqimizda, bizning muomalamizda, ibodatlarimizda, kishilarga bo'lgan suhbatlarimizda, gap so'zlarimizda isbotlanmayotdi. İslam mana bizni shunday yaxshilik buyurgan aziz birodarlar. Demak, bir ishqi qasam ichgandan keyin o qasamning boshqasini yaxshiroq ko'rsak, masalan men bir ayol bilan bulashmayman deb qasam ichdim. Ammo uning bilan oilani saqlab qilish, bir necha bolaning yetim bo'lmasligiga, uyning taraqqiy qilishiga, gullanishiga, jamiyatning tuzilishiga, kishilarning o'rtasidagi munosabatning bog'lanishiga sababchi bo'ladigan ish bo'lib qolsa, men uning bilan uy tutmayman deb ichgan qasamni kafforat berib o'tib, uning bilan uy tutish kerak. Mana bu islomning yo'li yo'q. Shunga Alloh subhanahu va taolo bu qasamning kafforati haqida la yu'akhizukumullohu bil-lagwi fi aymanikum ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. Allah Teala qasamlarda maqsad qilmasdan odatlanib qilish bilan so'zlagan qasamlarni hisob olmaydi deydi Allah. Ba'zi millatlarning tilida qasam so'zi, qasam kalimasi shuncha ko'p. Eyvallah, balavallah deydigan so'z shuncha ko'p. Bo'libmi? Arablarda Türklerde bu söz intayin köp. Ular bunu özünün örpü şekli de işletip ketken onu. Bir qasamni maksat kılgan emas. Bu sözünü qasam hesabıda hesaplaş to'g'ri emas. İslam hem onu qasam hesabıda hesaplamaydı. Deydi Allah, lekin Allah sizlarni inin bilen bima aqattumul ayman, lekin Allah sizlarni qasamni niyet qilgan qasaminglar bilan jazolaydi deydi. Haqiqatan qasamni niyat qilib, qasam ichgan bo'lsa, Alloh buni jazolaydi. Buning kaffarati, o qasamni buzgan bo'lsa, 10 miskinga taom berish. Sizlar yeyotgan taomning normallaridan. Bir qasam ichgan kishining kundilik yemekligini eng yuqori o'lchamdami emas, tuvan o'lchamdami emas, normal o'lchamda eni bekitib, şunun miqdori bilan 10 miskinga taom berish bu qasamning kaffarati. Yani yoki o 10 miskinga kiyim kiygizish, yoki bir qo'lni ozod qilish. Aziz birodarlar, islom mana davomliq jamiyatga ko'ngil bilishga, jamiyatni isloh qilishga, jamiyatning ishlariga ahamiyat berishga, musulmon o'zining jamiyatini qo'g'dashga alohida diqqat qilishga buyuradi. Mana bu yerdami islom? Sen och qolgan qarindishingni, yalang'och qolgan qarindishingni yoki qulluqda qolgan qarindishingni ozod qilayotgan. Onunga yaxshilik qilgin. Bu ibodatning kafforatini jamiyatga yaxshilik qilishga buyurdi. Qanday kishi buni topolmasa, buning chiqimini topolmasa, 3 kun ro'za tutsin dedi. Demak, mana bu qasamni buzganlikning kafforati dedi. Ro'za tutish Alloh bilan banda o'tirishlik ibodat aziz birodarlar bu. Oldi bilan qasamning kafforati bo'ladigan kishilarga manfaati yetadigan ishga buyurdi islom. Agar bu imkoniyat bo'lmagan chaqda andin o'zimiz bilan Alloh o'tirishga bu ibodatga kelishga buyurdi. Alloh deydi: "Vahfazu aymanakum." Qasamlarni siz saqlanglar.
qasam ichgan ekansizlar, qasamda turinglar. Yaxshilikni qilaman deb qasam ichgan bo'lsa bir inson, haqni deyman deb qasam ichgan bo'lsa, yo biror islomning omonatlarini ko'tiraman deb qasam ichgan bo'lsa, yoki bir da'voda sadoqatim bilan yashab, sadoqatim bilan o'laman deb qasam ichgan bo'lsa, mana bu qasamda turish bu vojib aziz birodarlar. Demak, islom qasamni asli saqlash, qasamga turishga buyurdi. Chunki qasam Alloh bilan chigilgan bo'lg'achqa, Allohni tilga ap turib qasam ichib, u ishda xuddi qasam ichmaganga o'xshash muomala qilish, yo u qasamni unutib ketish, yoki u qasamning talabi bo'yicha ish olmaslik, mana bu Alloh subhanahu va taolaning haqqiga tajovuz qilgan, Allohning ulug'ligini dafsanda qilgan, Allohning hurmatini buzganlik hisoblanadi birodarlar. Shu islomda bu qasamga alohida turishga buyurgan. Qasam 3 xil bo'ladi. Birinchi qasam insonning urfi hisoblanadigan, urf odati bo'lib ketgan. Uning bilan qasam ichishni mutlaq maqsad qilmagan, davomli eg'izidan chiqib turadigan qasam. Bu qasamni Alloh subhanahu va taolo hisob qilmaydi. Ikkinchi, niyatida qasamni niyat qilgan, uning uchun qasam ichgan. Mana bu qasamga islom turing deydi. Va bu qasamda so'zida turishga buyuradi. Madomiki u qasam yaxshilikdan to'smasa, haqqi to'salg'i bo'lmasa, haqning qarshisida bo'lmay qolsa va u qasamning g'ayri qasamdan yaxshiroq bo'lmay qolsa. Uchinchi qasam yolg'on qasam. Bu qasamning ichidagi eng ig'ir, jinoyati eng qattiq, gunohi eng yomon qasam aziz birodarlar. Bu tijoratchilar yoki ma'lum manfaatparastlar o'z tijoratini rivoj topqizish uchun, manfaatini saqlab qolish uchun yolg'ondan haqning, to'g'rining g'ayriga qasam ichish. Bilib turib, mana bu Alloh subhanahu va taoloni botilga guvoh qilganlik, Alloh subhanahu va taoloni haqning g'ayriga guvoh qilganlik, Alloh subhanahu va taolaning buyrug'ining teshig'i chiqishi bilan birga shu yolg'onni Allohga shohid qilish bilan isbotlash aziz birodarlar. Mana bu eng qattiq ig'ir gunoh bo'ladigan ishlarning birisi bu. Alloh subhanahu va taolo bizlarni yolg'ondan va yolg'on qasamlardan saqlasin. Alloh qasamlarimiz orqali gunohkor bo'lib qolishdan saqlasin. Alloh taolo har bir ishimizda rostchil, samimiy, Qur'on hadisga uyg'un yashash bilan islomni, iymonni isbotlaydigan, islom va iymonning jonliq shohidlaridan bo'ladiganlardan qilsin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.